xolajonning 20 yillik retseptlaridan osh uchun tuzlama yopamiz. Bonkalaringiz otmasligi uchun pomidorni sitadan o'tkazib olishingiz kerak. Sterillangan bonkalarimizning ichiga birinchi bo'lib ukrop, muruch, yirik dushес muruch, aromati uchun lavr bargi, bodring, dunganskiy kichkina piyozchalar. Piyozimizning achchig'i chiqib ketishi uchun ishimni boshlashimdan oldin 1 soat muzday suvga solib qo'ygandim. Esdan chiqmasin. Endi ustidan qaynoq suv solib 20 minutga olib qo'yamiz. Bu 20 minut oralig'ida pomidorni so'klarini qaynavaguncha qaynatib olamiz. Uzog'i 20 minut vaqt oladi. Bonkamizning suvini to'kib 1 litrli bonkaga 1 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq shakar soldim-da, ustidan qaynab chiqqan tomatimizni ham sovardim. 70% uksusdan 1 choy qoshiqdan solib bonkalarimizni yopib qo'yamiz. Bir hafta sinovimdan o'tib, va nihoyat issiqqina osh bilan uydilarimga dasturxonga tortaman. Osh uchun hayotimdagi eng mazali tuzlama desam ham bo'ladi. Yurakchani bosib, yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'ying. To'liq yozma retseptini video tagida qoldirib ketaman. O'shaning uchun hozir o'zida videoni o'zingizga saqlab qo'ying. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.